Yigit xurlangan, ayak asti qilingan, ezilgan shu xalqimning qo'llarini suygim bor mening. Feryadim osmon felek to'kilgachga qon selda, ejderhanın aksidim vatanimni alg'um bor mening. Afg'on Uyg'urmay vatan qo'ldan hargiz ketmagay. Ay yıldız ayrılığım gökyüzüne bir gün bor mening. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qarindoshlar. Yaxshi turdinglarmi? Men yaxshi turdim. Alhamdulillah. Allah razı olsun. Xapamanlar qarindoshlar, abay saqlatib qo'ydim. Mush necha kunni yoqib bak aldirash bilsizlarmi, shu tugab ketgan qarindoshlarimiz to'g'riliq mush Urumchidagi shunday ishlar bilan, intervyular bilan guvohchilarni ishini tarjima qilib degandek. Xayr. Bugun temamiz Allah sizdan rozi bo'lsin. To'g'liq Hamid qarindishim. Nima uchun qarindishim? Bu yerda men indigenous to'g'rimi xatomidi? Mencha to'g'ri, lekin bu yerda to'g'rimi xatomidi deb tema kirmayman. Sen yozgan san'at ishiga kirmayman. Men faqat sana bugun va inshaalloh qarindoshim yozdigandu. Sana Allah razı olsun degili keldim. Chunki sen haqiqatan bizning Uyg'urlarning ichida chiqishlarni qilyapsan. Eng chong qilayotgan ishining birisi insanlarni tillash ve bizning gunohlarimizni ilish. Bizning gunohlarimiz haqiqatan bekjiq ve elhamdülillah yani pul bersekmi tillığızmağıtımız nurgun insan bizni günahlarımız juyulsun deb. Ama elhamdülillah sizde qarindoshimiz pida bulup mush ishqa yani mush ishni yani o'zingizga ap ve Allah'tan qo'rqmayma. Meyli kıyamet qanda bo'lsa, ahiretin qanda bo'lsa chatınız bo'lmay, elhamdülillah sizden razı olsun ve mushu nima deymiz? Yani qolgan mushu tilovatgan listedeki insanlarni deyish pek uzun, sana dua qilish kerak. Va qarindoshlar, bu to'g'liq Hamid qarindoshimizga dua qilishinglarni umid qilaman. Inshaalloh umring uzun bo'lsin qarindoshim. Sendek menga yaxshilik qilgan bir qarindosh yo'q. Yani uqmayman, yani haqiqatan gunohlarimiz çok, yani gunohlarimizni ivatsa va mishada bundan boshqa qarindoshlarga deydigan gap, yani bu yerda haqiqatan qo'rqinchli bir ish bo'lyapti. Chunki bu haqiqatan bu qarindoshimiz videolarni ishlagan chog'da maşallah tabarakallah nurg'un qarindoshlarimiz bu videosini jiq ko'rdi. 5000, 6000 maşallah tabarakallah 10,000 kishi ko'rdi. Ve atıyorum belki bu şu görünmenlerin sağında, çünkü ben bivasıta şahit bo'lgandan keyin bu işlara belki %5 veya ki %10 muşu g'ayvatning davomini o'xshamagan sorunlarda qiladi. Ve kimni tillagan bo'lsangiz kat daha da tillaydi şu insanlarni ve kat şu tillayotgan insanlarning gunohlari juyilib inşallah belki de to'g'liq Hamid tüpeyli nurgun insanlar cennetke kirib ketishi mümkün. Maşallah tabarakallah. Yani şununla dua qilayli davatgan gapim shu qarindoshlar. Bir tarafdan xabar qarayapman, çünkü bizning ishimiz jigim to'sab maqmoqda qarindoshlar.
Ve bu qarindoshimizning videosini ko'rib, sizlarmi bu gunohga dahil bo'lmanglar, qarindoshlar. Ya'ni bu bir uyarı. Bo'lsanglar mayli, menga nisbatan bek yaxshi va boshqa mushu to'liq Hamid qarindoshimiz tillayotgan insonlarga bek yaxshi. Agar dinimizni tushunsa, İslamiyetni tushunsa, alhamdulillah deyish kerak. Chunki qarindoshlar, men bu yili 35 yosh kirdim. Endi Xudoyim har qanday chog'da bizning jinimizni ola oladi, shundami? Endi statistikaga asoslanganda 70, endi deydi 65-70 yosh yashaysan deb deydi, shundami? Shu jiq bo'lsa mening bir 30 yil qolgandi jinim, qarindoshlar. Endi qabrning ichida bilsanglar, yer ustidan qaraganda yer ostida jiqroq yashaydigan gap. Kıyamet gününün özümü ayet var qarindoshlar. 50 ming yillik bir gün. Kıyamet gününün özü 50 ming yil. Onundan keyin ahiret var qarindoshlar. Cennet veya cehennem. Cennet veya cehennem mengü. Yani bu dünyada qanchalik tillansangiz tillanın. Veya ki nim bo'lib ketsangiz ketkining. Ama ahiretga, kıyamet günüge, qabrga, barzah olimiga selishtirgan chog'da vallahi lazim ishlamamiz. Shuningga qo'rqmay, ya'ni bu nima deymiz, bu vazifani o'zingga ustlanga haqiqatan yana opirin qarindoshlar, to'liq Hamid qarindoshimizning umri uzun bo'lsin. Appamning tilini apsa, dadamning tilini apsa, men oilamdan faxrlanaman. Avustraliyadagilar benim qanda aile yapısı olduğunu biliyor. Qanda bir aileden kelganimni biliyordu. Gayet faxrlanman, bu deyishning acidi yo'q. Allohga shukr etaman. Yani men sana o'xshash, ya'ni qilolmaydi ekanman. Sening opangni tillayolmaydi ekanman, dadangni tillayolmaydi ekanman sana o'xshash. Allohim to'liq Hamid qarindoshimizning ota-onasini qo'yib bergin. Yani her qandaq bir zulüm çekiyotgan bo'lsa, bir an evvel yani işte erkinlikka zulüm çekmesin. Sen benim ata-onamni tilgan bilan, men sening ata-onang uchun duo qilaman. Haqiqatan bu yerda ta'ni yo'q, haqiqatan samimiy. Chunki men Allohdan qo'rqayman, men qabr azobimdan qo'rqayman, barzakh azobimdan, barzakdan qo'rqayman, barzakh olamini o'ylayman. Qiyomat bor, oxirat bor, so'roq bor, savol bor. Kelar oy ketishim mumkin, kelar yili tugab ketishimiz mumkin qarindoshlar. Yani hakikaten ve muşu dava işçideki her xil yanza fikriniz tüpeyli indigenous deyme qanda qılırsa. Elhamdülillah Uygurlar indigenouster. Elhamdülillah Uygurlar Müslümandır. Elhamdülillah Uygurlar Uygurdur. Ben hala buradayım abi. Ne yapacağım? Elhamdülillah. Şununla pervayim pelek. Bu konu hakkında başka bir video işlemeyme. Ailemni tillamsa, nim qilsan qil. Elhamdülillah. Jiqroq tillab be. Jiqroq günahim juyilsin. Lütfen. Hatta ötüneme. Qarindoshlar, yani hakikaten amin deb yozinglar. To'liq qarindoshimizning umri uzun bo'lsin. Jiqroq tillisin. Hakikaten günahimiz çoktur. Jiqdir. Juyilsin. Til anglayotganlar bo'lsa, ko'ngillarni yerim qilib xo'shal bo'linglar ya. Biz pul beramay, dollar bir haq biz tillab berib günahimiz juyilsin. Hatta qarindoshlar, islom dinida agar sizning haqqinizda o kadar g'iybat qilib, o kadar nimada bo'lib gunohlar juyilib bo'lgandan keyin agar shu to'liq qarindoshimizning, shuning qarindoshim deyman, jon jigirimdan bu qarindoshim deyman. Bu kadar yaxshilik qilmadi boshqa birisi hayotımda. Bu qarindoshimiz haqqında bo'lgan bo'lsa, shu qarindoshimizning qilgan yaxshiliklari bo'lsa, yaxshi amallari bo'lsa, sizga yozildi. Agar sizning haqqinizda shunday g'iybat qilgan bo'lsa. Ve abay degandek, mushu g'iybatga, mushu ishlarga dahil bo'lgan abay degandek 5, 6, 7, 8, 9, 10 ming adam ko'rindi. Shularning hammasi emas, %10% taxminan hisoblab beqinglar qarindoshlar. 500 dan 1000 kishi ularda o'xshamagan shaklda "Voy to'liq anda debdi, palonchi kishi to'g'liq. Voy to'liq anda debdi." Dedingizmi? Alhamdulillah. Daha da yozildi
ve bay degendek bunun yaxşılığını, bunun nima deymiz hani, muşu iştin sonucunu muşu kabirde görürsüz, berzakta görürsüz, kıyamet gününde görürsüz, ahirette görürsüz. Şununla hem doğru kardeşimizde mesaj bu. Andın keyin başka muşu til hakaret anlavatkan, anonikin o'tirg'i chiqib biliqi so'zlayolmayotgan meni tillab qolamiki, voyjon indigenous dema, qo'rqma, indigenous davirma, to'xtat meni, yani to'xtamaysan ki, yani her şeye hazırız, tıllamsa pervayım pelek, çünkü o kadar mutluyum yani, o kadar hoşal. Hayır, tılışı mümkün elhamdülillah. Başka deyran gipim yok. Karabakayla kendaşla bir yazgın sualları bağmadı o. Gerçi burada video çıkmadı da. Kendaşlarımızın gapları bolsa maşallah bek süpetlik süzüldüğümüz. Elhamdülillah. Yani başka ne diyeyim? Bay degendek, yani muşinçilik deyme. Her qanday til haqorat bol, g'aybatdan qo'rqmanglar, xo'sh bo'linglar. Evet. Hay qarindoshlar, asli bu yerda jiq deydigan gapimmi yo'qmi, shunchalikdan deydigan gapim borda. Hay, yani evet. Shuningga bular naq maydon chiqib, ba'zi insonlar naq maydon chiqib tillab qolsa, bularning gapi rostmidir? Haqiqatan indigenous degan palonchi tashkilot Uyg'urlarni indigenousga tiqib o'tibdi. Voy jon, ishimiz tugadi. Bitdik deb o'ylab qolmanglar. O'ylasanglarmi, o'zinglarning erkinliginglar. O'ylasanglarmi, masalani tillamayman. Lekin men ashta o'ylayman. Hech nima bo'lmaydi inshaalloh taala. Birazdan keyin kapataman. Gap so'zmi yo'q boshqa. Okay, endi tushib ketaman. Yetkizib qo'yinglar, taqib qo'yinglar, g'aybatni oz qilayli. Lekin g'aybat qilsanglar, ya'ni u yeri men gunohga chaqasam bo'lmaydi asli. Ama madem bu vazifaga üstlendiniz, okey, yapacak bir şey yok. Çünkü to'xtaydigan chiroy emas. Kila qitim ko'rishgacha omon bo'linglar, qarindoshlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.